Bu savol milliy sertifikat imtihonida bor. Savolda nima deyilgan qaranglar. Kvadratga aylana ichki chizilgan. Chizib olamiz, kelinglar. Mana bu kvadrat deb o'ylaysizlar, qiyshiq-mishiq bo'lsa ham. Hop, ichki aylana chizilgan mana. Bu yerda bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana kvadratni tomoni aylanani radiusini 2 baravariga teng. Bu yerda nima qilib olamiz? Ikkita radius bitta tomonga teng deb olamiz birinchisi. Keyingisi savol. Kvadrat perimetrini aylana uzunligiga nisbatini toping deyilgan. Qaranglar. Kvadrat perimetrini P deb olamiz, aylana uzunligini L deb olamiz. Perimetrini uzunlikka nisbatini toping deyilgan. Perimetr kvadratni perimetri bu 4 ta tomon yig'indisi, ya'ni 4A bo'ladi. Aylana uzunligi esa biz hammamiz bilamiz 2πr ga teng. A ni o'rniga mana bu ikkita radiusni olib kelib qo'yganimizda 4 ko'paytiruv 2r ga teng bo'ladi. Va pastda 2πr deganimiz mana bu 2r larni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, javobimiz 4 taqsim pi ga teng chiqadi. Javobimiz 4 taqsim pi ga teng bo'ldi. Matematika kurslarimizda o'qimoqchi bo'lsangiz, izohlarda albatta ms degan harflarni yozib qoldiring.